Gulnor opa, balans qonuni haqida gapirib bering. Birovlar muhokama qilsa, o'ziga qaytish rostmi? Ha, hozir aytaman bu haqda. Aytaylik, siz chiroyli to'y bazmingiz uchun atayin kelinlik libosini tiktirdingiz va yangilik qildingiz, fatangizga turmush o'rtog'ingiz va o'zingizni ismingizni yozib qo'ydingiz. Lekin kimlardir buni muhokama qildi. Sizni ustingizdan, sizni eng yaxshi kuningizdan qolgan narsa uchun sizni ustingizdan kuldi va muhokama qildi. Va sizni ham vaqti kelib, bir oydan keyin to'yingiz bo'lyapti. Va bu qaytar dunyo bo'lib, sizni kelinlik libosingiz ham muhokamalarga sababchi bo'lib ketdi. Demak, siz bu yerda balans qonunini buzgan edingiz, koinot balans qonunlarini to'g'rilab qo'ydi. Ya'ni Alloh birovni ustidan kulmagin, muhokama qilmagin. Seni ham muhokama qilishadi dedi. Qozi bo'lma, sen da'vatchi bo'l dedilar. Ya'ni birovga qozi bo'lma, unga baho berma. Qozi Alloh taoloning o'zi. Yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish. Uning asli va uning mahsuli bizga qolgan narsa emas. U Janobi Allohning, qozining ishi. Qozi bo'lma dedilar. Ya'ni birovlarga baho berma dedilar.